Ha, 2 oy deylik. 2 oy. Necha mingta ko'chat ekkasiz bek? Bega hozir 2000 ta ko'chat bor. 2000 ta koreyskiy sulxan. Eng Sulxan. pastdagilar yaqinda endi hosili kirdi. Pastidan kechroq ekkasiz. 1 oy bo'ldi hosil berganiga. Endi mana ko'pchilik mana 3 qavat, sizda 5 qavat qilibsiz-ku. Ha? 5 qavat. Hozir bularni olib tashladigan bo'ldingiz. 2 qator normalni bo'ldi. Ha, bir qator normalni, men просто noyabrda boshlaganim uchun ko'proq nima qilib o'rganman. Chunki bahoriga borib hosil berishini bilardim-da. Asosiy hosil bahorda edi, shuning uchun ko'proq nima qilib o'rganman. Asli namlik ko'payib ketadi buni ko'p qilsa. Havo aylanishiga ham ta'sir bor hosillarga. Qavat qilganda hech kim foyda topmagan aslida. 2 qator qilsa, mana shu 2 ta qilsa, o'zi normalni, mana shu yondagisi. Tepadagi lishni. Tepadagi lishni mana shu ikkitasi bo'ladi o'zi. U quyoshga ham to'sib qo'yadi, havo aylanishiga ta'sir bor-da. Ha, havo aylanishi yaxshi emas, o'sha grippga zabolovание nima ko'payishi mumkin. Kasalliklar. Mana ko'rasiz, o'zi mana ko'ring, mana havo aylanishiga u tomonga ham o'zi bu koreyskiy juda bargi juda katta bo'ladi, havo aylanishiga ham umuman to'sib qolganda, to'g'rimi? Mana yo'llarda mana shu yerda ham. To'g'rimi? Mana ko'rishimiz mumkin, mana joydan unumli foydalanganlar. Bu yerda mana 3 qator qilib, 4 qator, 5 qatormi? Ha, 5 qator mana ko'rishingiz mumkin, katta mana hosillar devor qilib o'rganlar. Bega ham tomchilar sug'orish bilan suv ichib turadi. Lekin o'zini qoplash, mana 100 million xarajat qilgan bo'lsangiz, o'zini 2 yilda qoplatganda yaxshi qarasa. Ha, endi bega ko'p sarflaganman, asli 65-70 million bilan nima qilib. Bitkisa bo'ladi. Yo'q, nima qilsa 1,5 yilda deylik. Sizda birinchisi xatoliklar bo'lgani uchun, kamchiliklar bo'lgani uchun xarajat ko'payib ketgan. O'sha ustalar tomonidan ancha ko'p xatoliklar bo'lgan, sistemasida, butun nimasida. Umuman teplisa qurilishdan o'zi kamchilik bo'lgan ekan-da. Kamchilik bo'lgan. O'shadan tug'ilashga xarajat. Boshida o'sha xato qilmasdan yaxshi ishonchli nimaga qilish kerak ekan. Mana ko'rishimiz mumkin, biz salafanni damlanagan qilib yo'b berganmiz. Havo bilan qishib, qishda namgarchilikka, issiqlikni saqlashga yaxshi. 2 qavat ko'rishingiz mumkin. Damlanadigan joy turib, mana yuqorisidan ham mana tashlab ketganmiz. Xudo xola tez kunlarda nasoslarni o'rnatib ishga tushirib beramiz. Ko'rishingiz mumkin mana. 4 ta radiator qo'yganmiz, 3 dan berdi isitgani. 3 ta radiator qo'yganman, lekin ikkitasini ishlatdim xolos. Bir sotuqqa ikkitasi yoryapti o'zi. Radiator edi. Agar bu hozir 3 sotuq bo'ldi-ku, 3 sotuqqa nechta yetadi? 4 tami, 6 ta? 3 sotuqqa 5 ta qo'ygan yaxshi. 5 ta. Effekti zo'r bo'ladi. Zapasi bilan bo'ladi. Yoki 6 ta qo'ygan yana yaxshi. 6 ta qo'ygan. 6 ta qo'ygan ma'qulroq. 6 ta qo'yganda ziyodi bilan, ya'ni sovuq kelganda. Ko'mir kotelingiz qanaqa kotel? Kotel 300 kvadrat metrga moslangan, lekin bu yil almashtiraman bunkerlikka. Bunkerga hokada yonadigan unga. Hozir ustiga bitta zapravka qilib qo'yasizda, o'sha 6 soat, 8 soat yonadigan.